Jin nima uchun inson tanasiga kiradi? Jin o'zidan o'zi darrov inson tanasiga kirib ketmaydi. Shu ko'chada yurgan jin yugurib kelib bir kishiga kirib ketmaydi. Yo kechasi yurgan odam topib olib kirib olmaydi. Bu tomondan xotirjam bo'ling. Biz mavzuni hamma tushunishlik uchun sekin astalik bilan bo'lma qilib turib buni inshaalloh tasvirga olib sizlarga tushuntirishga harakat qilamiz. Jinni kirishligining asosiy sababi buyurtma, folbin, sehrgar, bilagon tomonidan buyurtma bilan jin insonning tanasiga kirib, o'sha nima buyurtma bo'lsa, o'shani bajaradi. Xotini bilan sovutmoqchimi? Ishini yuritishni to'xtatmoqchimi? Ishida bankrot qilmoqchimi? Yoki ajrashtirmoqchimi? Savdosini to'xtatib qo'ymoqchimi? Va hokazo. Mana shu sabablar bilan jin folbin tomonidan bo'lgan buyurtma bilan kiradi va o'zining vazifasini bajaradi. Biz yuqorida aytdikki, jinlar ham yeydi, ichadi. Ular ichida bizga o'xshaganlari, musulmonlari bor, kofirlari bor. Va biz insonlarga o'xshash halol mehnat bilan o'zining luqmasini topadiganlari bor, yengil yo'l bilan pul topishga harakat qiladiganlari bor. Jinlarning ozuqasi suyak, tezak va ular qonlarni yalaydi, qon ichadi. Go'shtlardan yeydi. Endi ular mana shu narsalarga yetishlik uchun, yengil yo'l bilan yetishlik uchun ular folbinlar bilan o'rtada shartnoma tuzadi. Shuning uchun ham folbinlar oq qo'y, qora qo'y, so'y yoki qonlab yuboring, qon chiqaring deganning sababi ular o'zlarining, endi albatta ular jinlarimiz demaydi-yu, kishilarimiz deydi. O'sha jinlarini to'ydiradi, ularni boqadi, uning evaziga jinlar ular aytgan odami yoki suratida ko'rsatgan kishilarning ichiga kirib, ularning vazifasini, buyrug'ini bajarib beradi. Bu qanaqa amalga oshadi? Buni keyingi majlisda aytamiz.